الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Bugungi kun Sha'bon oyining 19-kunlari Juma kuni. Juma kunida davom etayotgan Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimiz Sura Baqaraning avvalgi qisman bayon qilgan edik. Inshaalloh davom ettiramiz. Sura Baqaraning avvalgi qismida aytib o'tganimizdek, mu'min muttaqillarning sifatlarini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilib berdi va ikkinchi qismida kofirlarni bayoni keladi. Kofirlarning bayoni qisqacha bir o'rinni tashkil qiladi. Chunki kofirlarni ajratishlik aniq. Ular o'zlarining kofir ekanligini e'lon qilishib, mu'minlarga aniq o'zlarini ko'rsatishadi. Mu'minlar ham ularni ajratib olishliklari oson bo'lganligi uchun bo'lsa kerak, vallohu a'lam, qisqa o'rinni tashkil qiladi. Odamlarning yana bir qismi ularning tillaridan chiqayotgan so'zlarni eshitib, iymon kalimasini eshitasiz, ammo qalblarida kufrni bekitishgan. Bularni Alloh subhanahu va taolo munofiq deb nomlaydi. Bularni ajratib olishlik hammaga ham mumkin bo'lavermaganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ularning belgilarini uzunroq qism bilan bayon qiladi. Hatto ularning haqqida ikkita zarbi masalni bayon qiladi. Odamlarning yana bir qismi munofiqlarni ishga solayotgan toifalar. Ularni Alloh subhanahu va taolo bu yerda vallohu a'lam ular ham bekinib maxfiy turib ishga solganligi uchun bo'lsa kerak, dinga qarshi ishni qildirayotganda ularni Qur'oni Karim ham maxfiy bir ishora bilan aytib o'tib ketadiki, Estaizu billah va idza khalaw ila shayatinihim, munofiqlarning shaytonlari deb nomlaydi. Ularni munofiqlarning shaytonlari deb nomlanishligi o'zi ularning qanchalik razolatlariga yetarlik suratda bu ifoda qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Innallazina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallohu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Kofir bo'lgan toifalar, kufr lug'atdagi ma'nosi bekitish. Allohning yakkaligini hamma mavjudot isbotlab turgan bir haqiqatdir. Inson o'ziga qarasa ham o'zidagi mo'jizotlarni ko'rishlik bilan yaratuvchining yakkaligini biladi. Allohni Qur'on jo'natgan Qur'onini tilovat qilsa ham bu Qur'ondagi ajoyibotlarni bilib, Alloh tarafidan nozil bo'lganlik haqiqatini biladi. Allohning butun borliqqa ochib qo'ygan koinot kitobiga qarasa ham bu koinotdagi butun nizomlarning bir butunligi yakka Alloh tarafidan yaratilganligiga bo'lgan haqiqatni ham biladi. Mana bunday ochiq haqiqatni bekitganligi uchun
shuni ko'rmaganligi uchun Alloh subhanahu va taolo innallazina kafaru, ya'ni haqiqatni bekitib, haqiqatni inkor qilgan toifalarni kofirlar deb yod qilyapti. Mana Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlari ham bir ochiq oydin haqiqat edi. Maktabda o'qimagan, ummiylar ichida tug'ilib voyaga yetgan, biror bir ustozni ko'rmagan zotdan butun hayotning qiyomatgacha bo'lgan manhajini ko'rsatuvchi yo'lni o'zgarmas qonun bukishidan sodir bo'lgan zotning Alloh tarafidan elchi qilib jo'natilinganligi haqiqati ham bu hech inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat edi. Mana buni inkor qilganlar haqiqiy kofirlar. Mana bular haqiqatni bekitganlar. Innallazina kafaru, ana shunday Allohning oyatlarini va janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlarini bekitib, buni xalq bilishlik oldini to'sib, to'sqinchilik qilgan shu kofirlar, bulargina siz ogohlantiring-yu ogohlantirmang barobar. Ular iymon keltirishmaydi baribir. Bunchalik oyatlarini bekitgan kishilarni ogohlantirishlik bilan ogohlantirishmaslik ularga nisbatan barobardir. Ya'ni iymon keltirishmaydi. Iymon Alloh subhanahu va taolo tarafidan eng katta ne'mat. Hidoyat bu juda katta ne'mat. Bunday ochiq haqiqatlarni inkor qilib turgan kishilar bunga hayibdir, birodarlar. Lekin mana bu Qur'oni Karimning shu oyatini biz tafakkur qilishimiz kerakki, ogohlantiruvchi kishiga nisbatan barobar emas, ogohlantirishlik bilan ogohlantirmaslik. Ogohlantirilayotgan kishilarga nisbatan barobar. Ular iymon keltirishmaydi. Ya'ni ogohlantiruvchi kishi o'zining vazifasini o'tab ogohlantiraveradi. U albatta vazifasi bun bilan ajrlanadi albatta. Lekin ular buni iymonni qabul qilmaydi. To'yki ular qalblardan kufr marazini chiqarib tashlaganlardan keyin bu hidoyat kalimalari ularga ta'sir qiladi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntaju al-bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. ثم قرأ أبو هريرة ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم أستعيذ بالله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdilarki, har bir inson farzandi pok tabiat bilan tug'iladi. Uning ota-onasi Yahudi diniga olib kiradi, Nasoro diniga olib kiradi, yo majusiy o'tparast diniga olib kiradi. Uni tarbiya vositasi bilan, buzuq tarbiya vositasi bilan dindan chiqaradi dedilar. Tug'ilgan hayvonda biror bir kamchilikni ko'rganmisizlar dedilar. Mana hayvon tug'ilganda bolasi nihoyat darajada komil a'zo bo'ladi. Keyin uni egasi qulog'ini qirqadi, boshqa a'zolarini nuqsonlik qiladi. U komil suratda tug'iladi dedilar. Ana bu yerdagi inson qalbidagi iymoniki fitrat, pok fitratni ga o'rin bermasdan buni kufr, nifoq marazini bu yerga olib kirgandan keyin unga hidoyat kalimalari ta'sir qilmay qoladi.
Qur'oni Karimning avvalda aytib o'tdikki, hudallil muttaqin. Butun Qur'on Xudodan qo'rqqan kishilarga hidoyat jamolini ko'rsatadi degan. Buning ularning iymon keltirmasliklarining sababi Alloh subhanahu va taolo ular pok tabiatlarini yo'qotishganliklari sababli, ular Allohning jo'natgan payg'ambarini masxara qilganliklari sababli, ular Allohning oyatlarini inkor qilib masxara qilganliklari sababli qalblarini muhrlab qo'ygan Alloh taolo. Quloqlarida, ko'zlarida hidoyat kalimalarining eshitadigan a'zolarida hidoyat mo'jizotlarini ko'radigan ko'zlarida parda bor. Ular ana shu ko'zlariga shunday pardani tushishligiga o'zlari sabab bo'lishganlar. Ular dunyoda shu holatdagina qolmasdan, ularga shunday hayotdagi berilingan narsalardan mahrum bo'lganliklari sababli katta azob bordir qiyomat kunida. Valahum azabun azim, ya'ni kofir bo'lganliklari sababli ularga katta bir azob bor. Boshqa oyatlarda mana Estaizu billah bal taba'allohu alayha bikfrihim. Alloh ularning qalblarini muhrlab qo'ydi kofir bo'lganliklari sababli. Muhrlanishlikka ularning kufrlari sabab bo'ldi deyapti. Estaizu billah ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Alloh subhanahu va taolo hayotdagi farishtalarni hammasini xohlasalar ham, xohlashamasalar ham hidoyat yo'lida yuradigan qilib yaratdi. Boshqa hayvonot olamini ham xohlasa ham, xohlamasa ham bir hayot yo'nalishida ketadigan qilib yaratdi. Ularga erk bermadi. Lekin insonni Alloh subhanahu va taolo erklik, ixtiyorlik qilib mukarram qildi. Uning hidoyatni o'zining ixtiyori bilan tanlab oladigan maxluq qildi. Zalolatni ham ixtiyori bilan tanlab oladigan maxluq qildi. Agar u o'zining pokiza tabiatiga da joylashgan fitrat asosida yo'l tutib Allohni yuborgan oyatlarini qabul qilsa, Alloh subhanahu va taolo uni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'ydi. Agar oyatlarni masxara qilsa, butun islomni masxara qilsa, Alloh uni adashtirishligini xohladi. Mana bu oyatda aytayaptiki, agar Alloh xohlaganda hamma odamlarni inson qilmasdan maloika tabiat qilib yaratib, hammalarini to'g'ri yo'lga yo'llagan bo'lardi. Lekin insonning inson bo'lishligini xohladi. Insonga butun mavjudot o'rtasida ixtiyorlik sifatli qilib yaratdi. Xolasa mana shu ixtiyori bilan hidoyat yo'lini tanlaydi, xolasa zalolat yo'lini tanlaydi. Mana bu yerdagi xotamallohu ala qulubihim, qalblarini Alloh taolo muhrlab qo'ydi kofir bo'lganliklari sababli. Mana boshqa oyatlar bal taba'allohu alayha bikfrihim, kofir bo'lganliklari sababli Alloh qalblarini muhrlab qo'ydi. Mana agar odamlarning hidoyat odamlarning o'zini qo'lida bo'lganda, odamlar o'zining yaxshi ko'rgan odamlarni to'g'ri yo'lga solgan bo'lardi. Ularning qalblarida kufr, nifoq marazi turgandan keyin sizning hidoyat kalimalaringiz bilan ular foydalanmaydi, lekin siz foydalanaverasiz. Yetkizish vazifasini o'taverasiz mana bunda. Odamlarning yana bir qismi Estaizu billah va minan nasi man yaqulu amanna billahi va bil yawmil akhir va ma hum bimu'minin. Odamlar ichida shunaqa odamlar borki, Allohga iymon keltirdim deydi. Qiyomat kuniga iymon keltirdim deydi. Lekin ular hech ham mu'min emas deyapti Alloh taolo. Og'izlari bilan
Allohga iymon keltirdim deb, qiyomat kuniga iymon keltirdim degan kishilarni qalblarida boshqa narsa bekinib turganligi uchun, ular qalblari bilan shu narsani aytmaganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ularni hech ham mo'min emas deb aytayapti. Ularning hayotdagi yo'llari, hatto bular aldov yo'lini tutishgan. Aldash, Allohni aldashlikka ham harakat qilishadi. Yuxodi'unalloha, Allohga aldov muomalasini qilishadi. Vallazina amanu, iymon keltirgan kishilarga ham shu muomalani qilishadi. Ularning tutayotgan ishlari aldov hammasi. Shu va ma yakhda'una illa anfusahum va ma yash'urun, ularning aldovlari, Allohni aldayman deyishlari, mu'minlarni aldayman deyishlari foyda beradimi? Ular faqat o'zlarinigina aldashadilar bu muomala bilan. Lekin ba'zi aldayotgan odamlar o'zlarini aldanayotganligini bilishadi. Bular o'zlarini aldashlik bilan birga ham aldovchi bo'lishlik bilan birga ham nodonlardirki, shu darajada nodonliklari martabasiga chiqishganki, ular o'zlarini aldayotganliklarini ham sezishmaydilar. Va ma yash'urun. Mana bu oyat kalimada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina Munavvarada atroflarida ashaddiy dinga qarshi bo'lgan yahudlar turardi va shular bilan birga maslahatlashayotgan munofiqlar turardi. Butun qurshovda yashardilar. Ana shu vaqtda Alloh subhanahu va taoloning mana shu oyat kalimasida bir chuqur mazmun turibdiki, mu'minlarni aldayotgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo o'zini aldashlikka harakat qilayotgan kishilar safida deb sanayapti. Alloh kalimasiga allazina amanu da atf qilinyapti. Bu mu'minlar uchun juda katta bir marhamatki, ey mu'minlar, sizlarni aldayotgan odamlardan xotirjam bo'linglar. Ular sizlarni aldayotgan vaqtda men sizlarning safiylardaman degani. Alloh safida bo'lgan kishilarni yer yuzi aldashlikka harakat qilsa ham zarracha ham aldasha olmaydi. Yuxodi'unalloha vallazina amanu. Allazina amanu Alloh kalimasiga atf qilinayotganligini agar mu'min kishi ochiq qalb bilan o'qisa, butun olamdagi mashaqqati yo'qib ketadi. Chunki Alloh o'zining safiga qo'yib turib aytayapti iymon keltirgan kishilarni. Bularning hayotda shu darajadagi tajovuzlari, shu darajadagi mu'minlarga nisbatan qilayotgan ishlarga sababni Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, fi qulubihim marad fazadahumullohu marada va lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Bularning bunday amallariga sabab qalblarida nifoq marazi bor. Ular shunday hidoyat qiluvchi payg'ambar kelganda, payg'ambarga nozil bo'layotgan oyatlarini masxara qilishliklari bilan ularning qalblarida maraz sababli shunday qilishganligi uchun Alloh subhanahu va taolo Allohning yo'lini masxara qilganlarning qalbidagi marazga yana marazni kuchaytirdi. Fazadahumullohu marada, ularga Alloh bu nifoq marazlariga yana marazni kuchaytirdi. Hayotda ular butun aldov bilan yashaganliklari sababli tillari bilan iymon aytib, qalblarida nifoq turib va kofirlar bilan o'rtada maslahatlashib mu'minlarning zarariga ish qilganligi uchun
Alloh subhanahu va taolo dunyoda bunday qilgan bo'lsa, oxiratda ularni alamlantiruvchi azob bilan azoblaydi. Va idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ularga aytilsaki, yerda buzg'unchilik qilmanglar. Yerda kufr bilan buzg'unchilik qilmanglar. Ma'siyat bilan yerda buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, ular buni javobiga qalu innama nahnu muslihun. Biz islohchilarmiz deyshadi. Biz isloh ishini qilyapmiz deyshadi. Dunyoda biror bir buzg'unchi qilgan kishini men buzg'unchilik qilyapman deganligini eshitganmisiz? Kufr bilan kufrni odamlarga shoya qilayotgan odam o'zini islohchi sanaydi. Butun Alloh harom qilgan narsani ichayotgan odam men iqtisodiy tarafdan meni olayotgan bu ichimligim bilan katta manfaat hosil bo'lyapti deydi. Men isloh ishini qilyapman deydi. Hamma buzg'unchilar o'zini islohchi deb da'vo qiladi. Ularga mana yerda buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, faqat biz islohchimiz deyshadi. Innama nahnu muslihun arab qoidasini bilgan kishilar bilib turibdi. Isloh qilish faqat bizgagina cheklangan degani. Bizdan boshqa yer yuzida islohchi yo'q deb da'vo qilishadi. Alloh subhanahu va taolo bularning noto'g'ri da'volarini nihoyat darajada ta'kid bilan rad qilib, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ogoh bo'linglar ey odamlar. Haqiqiy buzg'unchilar shular. Lekin buzg'unchi bo'lishlik bilan birga nodon buzg'unchilar. Walakin la yash'urun, ular his ham qilishmaydi buzg'unchiliklarini. Mana bir tomonlama ba'zi buzg'unchi kishilarni o'ylasangiz, o'zi buzg'unchilik qilayotgan vaqtida buzg'unchiligini bilmaydi. Butun odamlarga noto'g'ri narsani o'rgatayotgan kishilar o'zlarining buzg'unchi deb turib qilmaydi. Biz isloh ishini qilyapmiz deb turib qilishadi. O'zlari buzg'unchiligini sezishmaydi mana. Munofiqlarga yana aytilsaki, va idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ularga iymon keltiringlar. Haqiqiy insonlar iymon keltirganiga o'xshagan. Sizlarning og'zinglar bilan iymon kalimasini aytganga o'xshagan emas. Haqiqiy qalbi bilan iymon keltirgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablariga o'xshagan iymon keltiringlar deb aytilsa, ular shu nodonlar iymon keltirganga o'xshagan iymon keltiramizmi deyshadi. Nima uchun nodon deyshardi? Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflarida avvali islomda yig'ilgan kishilar bechora kambag'allar edi. Qullardan tashkil topgan edi. Suhayb, Ammor, Bilal, mana bunday kishilar jamlangan edi. Ularning aksarlari qul edi. Nima uchun islomni avvalda shunday kambag'al bechora kishilar qabul qildi? Chunki kambag'al odamlar, bechora odamlar, mazlum kishilar o'zlarini ham haqiqat bir yo'l bormikin deb orzu qiladi. Ular ustlaridan ezayotgan zolimlarni doim shularni ham jazosini beradigan yo'l bormikin deb orzu qiladi. Islom tamomiy haqiqat yo'lini olib kelgan edi. Mazlumlarning dodiga yetgan edi. Mazlumlar buni tushunishgan edilarda, birinchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflariga shunday kishilar yig'ildi. Zolimlar ham sezishgan edi, agar bu yo'l g'alaba qilsa, biz bunday zulmlardan mahrum bo'lamiz degan edi. Ular ham o'zlarining jonlari boricha makr hiylalari bilan qarshilik qilishgan edi.
Mana bu yerda ularni nodon deyishlik, ahli davlat kishilar aksar qalblari iymon nuri bilan yorug' bo'lmagan bo'lsa, zaif odamlarni nodonlar deb biladi. Hayotda yashashlikni bilmagan kishilar deb biladi. Ana bu yerda ham shu nodonlar iymon keltirganga o'xshagan iymon keltiramizmi deyishdi. Alloh subhanahu va taolo ularni bunday nohaq so'zlarini ham ta'kid bilan rad qildiki, ala ey odamlar, ogoh bo'linglar. Innahum humus sufaha'u, haqiqiy nodonlar ular. Lekin valakin la ya'lamun, bilishmaydi nodonliklarini. Odamlar to'rt qism bo'ladi deydi ba'zi kishilarki, ba'zi kishilar bir narsani bilishadilar, bilishliklarini ham bilishadi. Bu odamlarning ancha oliylari hisoblanadi. Ba'zi kishilar bo'ladi, bir narsani bilishadilar, lekin o'zidagi shunday bilishlik fazilatini bilmasdan yashashadilar. Ba'zi kishilarda juda katta fazilatlar bor, lekin o'zidagi fazilatni bilmasdan arzimas odamlarning oldida xor bo'lib yurishadilar, o'zlaridagi fazilatni sezmasdan. Bu odamlarning ikkinchi qismi. Ba'zi kishilar borki, bilishmaydilar o'zlari. O'zlarida ilm yo'q, lekin bilmasliklarini bilishadilar amma. Bularni tarbiyalasa bo'ladi. Chunki ular bilmaydi haqiqatda, lekin bilmasligini biladi. O'zining ilmsizligini, o'zida fazilat yo'qligini biladida, bilishlikka harakat qiladi bunday odam. Bu kishini tarbiyalasa bo'ladi. Odamlarning to'rtinchisi o'zi hech qanday fazilatsiz, biror bir ilmni bilmaydi, lekin bilmasliklarini ham bilmaydi. Bular jahli murakkab, buni hech davolab bo'lmaydigan kasallik bu. Bu dunyodagi hamma ma'naviy tabiblarni ojiz qilgan kasallik. Bu bilmaslik bilan bilaman degan da'voda turgan odamlarni tarbiyalab bo'lmaydi. Mana Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni nodon degan kishilarga xitob qilib, bular haqiqiy nodonlar bo'lib ham nodonligini bilmaydigan nodonlar deyapti. Va idza laqul ladina amanu qalu amanna. Iymon keltirgan kishilar bilan uchrashganda bu munofiqlar iymon keltirdik deb tillari bilan iymonni oshkor qilishadilar. Biz ham sizlarga o'xshagan iymon keltirganmiz deb tillari bilan iymon kalimasini aytishadilar. Va idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Agar shaytonlarini bilan birga xoli bo'lib uchrashganda, bular biz sizlar bilanmiz deyshadi. Haqiqiy kofirlar bilan uchrashganda biz sizlar bilanmiz deydi. Ularga savol qilsa, bo'lmasa mu'minlarning ichida nima uchun yuribsizlar deyilsa, innama nahnu mustahzi'un. Ularni iymon kalimasini tilimiz bilan aytib, masxara qilib yurishlik uchun yuryapmiz ular bilan deyshadi. Birodarlar, mana bunday iymon kalimasini til bilan da'vo qilib turib, kofirlar bilan yurganda ularga boshqacha gaplarni gapirib, musulmonlarning zarariga bo'lgan gaplarni gapirib yurgan mana bunday kishilardan bo'lishlikdan saqlanmoqlik kerak. Alloh subhanahu va taolo bunday munofiqlarni astaizu billah innal munafiqina fid darkil asfal, do'zaxning pastki qismida turadi deb e'lon qilyapti. Bular kofirlardan battar bo'lgan kishilar. Bular bu kalimalar bilan Allohni aldamoqchi bo'lgan kishilar. Alloh aldab qo'yadi ularni. Ana bu yerda munofiqlar dinga zarar yetkazishlik uchun
maslahat qilayotgan kofirlarni Qur'oni Karim mutlaqgina shayton deb qo'ymasdan munofiqlarning shaytoni deb nomlayapti. Allohu yastahzi'u bihim va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni qancha himoya qilganligi yana bir bor ma'lum bo'lyaptiki, mu'minlarni biz masxara qilishlik uchun birga yuramiz degan munofiqlarga shu vaqtning o'zidagina Allohu yastahzi'u bihim, bunday munofiqlarni, mu'minlarni masxara qilayotgan munofiqlarni Alloh ularga masxara muomalasini qiladi. Va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Masxara qilganligi shuki, ularning shu tug'yon zalolatlariga muhlatlantirib, ularni shu zalolatlarida o'z holida qo'yib berishligi nihoyat darajada bir masxaradir. Bo'lib ham ularni ko'r-ko'rona shunday ketayotgan holatda ularga muhlat berib turadi. Bir odam ketayotgan yo'li, mana hozirgi oyatdan bayon qildik, do'zaxning pastki qismiga ketayotgan bo'lsa, siz buni o'z ko'zingiz bilan ko'rib turgan bo'lsangiz, bir o't bo'lgan jarga qarab ketayotgan bo'lsa, siz aniq bilsangiz, uni indamasdan turishligingiz nimani ifodalaydi? Uni nihoyatda bir masxara qilayotganligingizni ifodalaydi. Alloh subhanahu va taolo mana surah Nunda aytib o'tdik, va umli lahum inna kaydi matin. Ularga muhlat berib turaman. Meni tadbirim mustahkamdir deyapti Alloh taolo. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bularning shunday achinarli holatda yashayotgan holatlari shunga o'xshaydiki, dunyo bir bozorga o'xshatilyaptiki, dunyo bozoriga Alloh subhanahu va taolo insonlarga qiymatbaho bir hayotlarini bilan hidoyatni sotib olishlikka Alloh bu bozorda bizni yaratgan edi. Bizga hayot ne'mati bilan agar hidoyatni qo'lga keltirsak, abadiy dunyo saodati va oxirat saodatiga erishardik. Ana bular endi shunday qiymatbaho hidoyatni berishib, zalolatni sotib olgan kishilar shular deyapti Alloh taolo. Hidoyatdek qiymatbaho narsani berishib, zalolatni sotib olishdi. Ularning savdolari foyda qilmadi. Va ma kanu muhtadin, savdoda to'g'ri yo'l tutgan kishilardan bo'lishmadi bular mana. Bular go'yoki oltinni bozorga chiqib bir arzimas bir axlatni sotib kelishdilar mana. Misoli shunga o'xshaydi. Bu zalolat bilan dunyoda baxtsiz bo'lib yashashdi olgan narsalari bilan va boshqalarga ham baxtsizlikni ko'rsatishdi. Endi oxiratda ular baxtsiz bo'lib qolishadilar. Qur'oni Karimda ulaikallazina ishtarawud-dalalata bil huda, bular haqiqiy zalolatni sotib olgan kishilar deb, shulargina deb hasr bilan ifodalanishligi, bulardan boshqa odamlar emas, zalolatni hidoyat pulini berib turib sotib olgan odamlar kalimasi bilan ifodalanyapti mana. Ularning savdolari foyda qilmadi. Ular hayotda to'g'ri yo'lni tutgan kishilar safidan o'rin olisha olmadilar. Mana Qur'oni Karimning birinchi qismida haqiqiy mu'minlarning sifatlarini biz o'qib o'rgangan bo'ldik. Ikkinchi qismida kofirlarning alomatlari bilan tanishdik. Bu qisqaroq qismni tashkil qildi. Chunki hayotda haqiqiy mu'minlar bilan haqiqiy kofirlarni ajratib olishlik oson. Uchinchi qism hali oxiriga yetgani yo'q, munofiqlar qismi bo'ldi. To'rtinchi qismni bayon qilmasdan qisqacharoq bir ishora bilan va shu bilan birga yetarlik ishora bilan bayon qilindiki, munofiqlarning shaytonlari deb ishora qilib o'tib ketildi. Amin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alloh taolo haqiqiy muttaqillardan qilsin. Kofir bo'lishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doim duolarida birinchi panoh istaydigan narsalari kufr edi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oqibatlari aniq edi. U kishi hayotda xotirjamdilar, lekin bu bizga ta'lim uchun bu duoni ko'p o'qirdilar. Allohumma inna na'udzu bika minal kufri val faqri. Mana kambag'allikdan panoh istardilar. Kambag'allik deb muhtojlikni aytamiz. Birovlarga, bandaga muhtoj bo'lib qolishlikni aytiladi, faqrdan murod. Bandalarga muhtoj bo'lib qolishlik insonni islomiy axloqlardan mahrum qilib qo'yadi. Mana tamagir qilib qo'yadi. Odam kadal faqru an yakuna kufran, bu muhtojlik kufrni yonida turadi deyilgan boshqa hadislar bor. Mana bu yerda ham duolarida Allohumma inni a'udhu bika minal kufri val faqri dedilar. Val jubni, Alloh qo'rqoqlikdan o'zi panoh bersin. Dankasalikdan panoh bersin. Hayot fitnalaridan o'zi saqlasin. Azobi qabrdan o'zi saqlasin. Va xor umrga oxirda qaytarilishlikdan o'zi saqlasin. Xor umrning ma'nosi shunday pokiza dinda bo'lib, oxirda dinsiz bo'lishlik xor umrlarning eng bu birinchisi bo'ladi, birodarlar. Birovlarga muhtoj bo'lib qoladigan xor umr bu narsa. Xor umrni ma'nosi nihoyatda ko'p bu. O'zini keragini o'zi bajara olmaydigan bo'lib qolishlik. Bu Alloh subhanahu va taolo shunday xor umrlardan saqlasin. Allohu akbar. Amin. Alloh taolo parvardigor bizni ham to'g'ri yo'lga chiqsin. Allohu akbar. Xo'p, bir kishi savol qildilar. Safardagi sharoitda musofir bo'lgan kishi, ya'ni musofir kishi xo'p roza tutishligi durustmi deb so'ralibdi. Safardagi roza haqidagi masala, safarda Alloh subhanahu va taolo ro'zani ochishlikka ruxsat berdi. Lekin qazosini tutishlik sharti bilan. Qazosini albatta tutadi. Ya'ni qazo deyilmaydi, uyda tutiladi yani buni. Endi Imom Azam rahmatullohi alayh aytadilarki, Muxtasarul Viqoyada va safarul ma'siyati ka g'ayrihi fir ruxasi deydilar. Ma'siyat safarlari ham boshqaga o'xshagan ruxsatda deydilar. Ya'ni ittifoqo bu kishi aytadilarki, mabodo bir kishi ma'siyat safari bilan chiqqan bo'lsa, ma'siyat gunoh safari yani. Ko'p kishilar so'raydiki, dunyo topishlik uchun safar qilsa ham ro'zasini ochsa ruxsat bo'ladimi degan savol yetadi. U dunyo topishlik uchun chiqishlik u hech qanday ma'siyat safari emas bu endi. Lekin ma'siyat safari endi qiziq bo'lsa ham aytamiz, bir namozxon odam lekin o'g'ri ekan deylik. O'zi namozxon o'g'ri ekan, ro'za tutadigan o'g'ri ekan. Shu o'g'rilik uchun safarga chiqqan bo'lsa, Imom Azam rahmatullohi alayhi aytadilarki, shunda ham ro'za tutib ketayotgan bo'lsa, shu namozni qasr o'qiydi, ro'zasiga ruxsat oladi deydilar. Lekin Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, ma'siyat safarlari ruxsat yo'q unga deydilar. Mushtahid ulamolarimiz o'rtasida shunday ixtilofli mana. Bundan shuni men tushunarli bo'lsin deb aytib berdim. Safardagi ro'za ruxsatlik. Tutishlik, tutmaslik ixtiyorda. Va antasumu khayrul lakum oyati qariya kishilarda. Masalan, ro'za tutsa jismonan yaramaydi. Shu odam tutganda juda og'ir bir qiyinchilik bilan tutadigan bo'lsa, shunda bir yiqilib qoladigan bo'lsa, kasal bo'lganlar buni ruxsatini hamma biladi. Shu odamni shayxi foni deydi, ya'ni oxiratga yaqinlashib qolgan qariya kishi deydi. Buni ro'za tutishligiga shariat islomiyada ro'za tutmasa ruxsat berdi, fidya berib turadi. Fidya miskinni yedirib turadi mana. Ana endi shu oyatda bayon qilinyaptiki, ro'za tutishinglar yaxshiroqdir agar bilsanglar. Shunday kishini ham ro'za tutishligi yaxshiroqdir mana.
Endi safardagi ro'zani tagidagi qanday hikmatlar bor Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ma'lum. Bizga shuni bilamizki, ruxsat mana. Tutsa bir odam ado topadi. Tutmasa albatta keyin tutib beradi. Bu kishi namozlarni qasr o'qiganda nafl namoz o'qiydimi deb so'rabdilar. Namozlarni qasr o'qiganda nafl namoz o'qiydi. Nafl namozlarni xolaganda o'qiydi. Mana tuyani minib ketayotgan bo'lsa, shu o'tirib ham nafl namoz o'qib ketsa bo'laveradi. Lekin nafl roza tutmaslik yaxshiroq safarda mana. Laysa minan birrin siyamu fim safari. Hadis sharifi bor, keltiriladi mana. Ro'zada nafl roza, safarda nafl roza tutishlik yaxshilik emas deganlar. Nafl rozalarda, nafl namozlarda o'qib ketaveradi. Qur'on kitobi bor uy tomida ya'ni ustida yurish mumkinmi? Mumkin bo'lmasa, ko'p qavatli uylarni 1-2 qavatda Qur'on kitobi tursa nima bo'ladi? Iltimos javob qolmasa dedilar. Endi bu haqda mana uy solinadi, uyning ichida Qur'oni Karim turadi. Ilgarigi vaqtlarda mana qor yog'sa qorni ko'raladi. Shariati islomiyya bunda harajli nima qilmagan. Endi shu albatta bu narsani hech imkoniyati yo'q endi. Uyning ichida turganda albatta tomga har xil sabablar bilan chiqilinadi ham bana. Bunga qavatli uy bo'lishligi shart emas. Boshqa hammamiz ham shu o'zimizning uyimizda tomlarga chiqamiz. Bundan murod bir Qur'onga nisbatan nihoyatda bir odob saqlanishlik doim imkoniyati boricha bo'lmoqligi kerak. Xo'p. Xatlar ko'p ekan birodarlar, bunda bitta vaqtimiz nima? Ikkitalarni yana mayli nima bilan ko'rib qilarmiz. Bu Abduvahab qorakamiz anchadan beri notob ekanlar. Hozir o'g'illari e'lon qilib nima qilishdi? Bir duo qilaylik. U kishi doim nima qiladilar. Boshqalarni ham duo so'rabdilar. Ba'zilar bir kasalligimiz bor, shuni duo qilinglar dedilar. Alloh taolo hammalariga shifoi tomma bersin. O'zlarini hammalarini din islomda barqaror qilsin. Allohu akbar. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه على ما أولاه وأسداه من الإنعام والخير الكثير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.